Hammaga salom qadrli aholi. Sizlar bilan Raylet Gamer. Bugungi videomizda men Minecraftda AIlardan topshiriqlar oldim. Birinchi topshiriqni menga Cloud beradi. Menga bitta qisqaroq Minecraft topshiriq ber. Vazifa yer ostida kamida 10 ta blok chuqurlikda uy qur kerak bo'ladi. Tosh yoki yog'och devorlar uchun, eshik kirish uchun, mash'ala yorug'lik uchun, kravat esa tunash uchun. Qoidalar: uy kamida 5x5 o'lchamda bo'lsin, derazasiz bo'lishi mumkin. Sandiq va pech qo'y ichiga. Vaqt esa 10-15 daqiqa. Unda 15 daqiqa ichida topshiriqni bajarishni boshlayman. Va ana endi pechka va sandiq yasadim. Uy jihozlari tayyor hammasi. Sandiq, pech, kravat. Ana endi nima kerak? Ko'mir kerak. Shu ko'mirni qaydan o'sib qaydan kelyapti? Len. Har doim xalaq berib balo bormi? Bu endi menga bega. Suvga tushsam tusholmaydi bechora baribir. He, yaxshiyam suv bor edi, odam qoqishtirib tashasiz. Xo'sh, tog'larda ko'mir yo'qmi? Tak. Ko'mirim yo'q-da, mana shu yana kelyapti ana. Hech narsa. Bu tog'larda ko'mir yo'q. Bo'la tinchida ana. Ko'zga qaramaslik kerak endi. Lekin meni bir texnikam esimga tushib ketdi. O'sha texnika bilan ko'mir olsam bo'ladi. Buni ko'pchilik bilmasa ham kerak-da, bu texnikani faqat men bilsam kerak, men. Ya'ni ko'p tajribali o'yinchilar bilsa kerak yana.
Mana va mana o'sha texnika daraxtni yoqamiz. Короче, qolgan kerak narsalarni ham tashlaymiz. Go'shimiz qornim juda och qolib ketdi. Yugura olmay qoldim mana yoqqa. Xo'sh, mana shu texnikani sizlar ham o'rganib olinglar. Juda kerak bo'ladiganlar. Agar hozir buni esimga kelmasaydi, umuman challenge'da bajara olmagan bo'lar edim. Mana mashala tayyor. Ini baqa bu yoqqa va bu yoqqa yoritib chiqamiz. Mana 4 tomoni ham yorug' bo'ldi. Xo'sh bo'ldi. Challenge tayyor do'stlar. Mana hammasi halol. Faqat tipani bilmadim. 5/5 bo'lishi kerakmi? Matematikadan yaxshi o'qimayman, shuning uchun bilmayman. Lekin bu tarafi ham 5/5 o'lchamda bo'ldi. Men yana shubha qilgan holda Cloudni o'zidan so'rashga qaror qildim. Tepasi ham 5 balandlik o'lchamda bo'lishi shart emas, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Yer osti uyasi bo'lgani uchun tepa balandligi 2-3 blok bo'lsa yetarli. Odatda shunchaki bosh tegmasin deb 2 blok qiladi insonlar. 5 balandlik albatta shart emas. Va bu gaplarni o'qib men shunchaki xursand bo'lib ketdim. Oh my god! Wow! Men bu topshiriqni 150 daqiqa qolganda bajara oldim. Bajarildi, tabriklar. Boshqa shart kerak emas. Tomoshabinlarga esa biron gap ayt, masalan, obuna bo'ling. Tabriklayman. Siz yer osti uyasi topshirig'ini muvaffaqiyatli bajardingiz. Zo'r ish. Tomoshabinlarga esa agar bu video yoqqan bo'lsa, like bosing va obuna bo'ling. Minecraft ko'proq topshiriqlar uchun kanalda qoling. Bu gaplar menga yoqib ketgani uchun ham unga like bosib qo'ydim. Ikkinchi topshiriq. Bu topshiriqda men eng mashhur sun'iy intellekt ChatGPTdan olishga qaror qildim. Menga qisqaroq Minecraft topshiriq ber. 5 ta ko'mir topib, 5 ta ovqat pishir. Xullas ChatGPT bergan topshiriqda bajaraman. Xo'sh, endi men bitta pechka yasab 5 ta ko'mir topishim kerak. Agar ko'mir topa olmasam, yana mana shu boyagi texnikamdan foydalanaman. Menimcha shundan foydalansam kerak. Ko'mir qidirishga harakat ham qilmayman. Xullas 5 ta ko'mir bo'lsa 5 ta ovqat pishiraman-da. Yana tulki. Xullas mana shu yerdan tog'lik toshliklar bor ekan. Nimani ko'ryapman? Ko'mirmi? What the hell? Ishimizni osonlashtiradigan bo'ldi. Mana shu hamma ko'mirlarni olaman, hammasini ham emas-ku. Yo, menimcha cheksiz ko'mir koniga tushib qoldim shekilli men. 5 ta go'sht ham to'pladim. Endi bularning hammasini pechkaga pishirib olaman. 3 xil go'sht: cho'chqa, qo'y, tovuq go'shti. Challenge ya'ni topshiriq bajarildi. Mana 5 ta go'sht olib, allaqachon ikkitasini yedim. Unga bu haqida xabar berganimdan keyin tabriklayman. Ko'mirdan foydalanib topshiriqni ayyorlik bilan bo'lsa ham bajardik. Tomoshabinlarga kanalga obuna bo'ling, videoga like bosishni unutmang. Buni nega ayyorlik qilding degan sababiga men quyidagicha javob beraman. Men topshiriqni bajarmasdan oldin mana unga katta gap gapirib qo'ydim. Topshirig'ing bajarildi. Men o'zimni texnikam bilan topshiriqni bajarib bo'ldim deb katta ketib qo'ydim, lekin mana baxtga qarshi ko'mir chiqib qoldi. Shuning uchun shoshqaloqlik qilish yaxshi emas. Bu menga motivatsiya berdi. Shuning uchun unga ham like bosib qo'ydim. Uchinchi topshiriq. Uchinchi topshiriqda Copilot nomli sun'iy intellektni olishga qaror qildim. Men esa AI ga har doimgidek menga bitta qisqaroq Minecraft topshiriq ber dedim. Mana senga qisqa va sodda Minecraft topshiriq. 10 ta yog'och blok yig'ib, ularni ishlatib bitta kichik uy qur. Qolganini esa o'qish shart emas deb o'ylayman. Men unga aynan 10 ta blok bo'lishi shartmi dedim. Yo'q, aynan 10 ta blok bo'lishi shart emas deb javob berdi. Keyin esa men 10 ta yog'och blokdan 100% o'sha uyni quraman deb va'da berdim. Xullas boshladim. Davay, hozir menga nima kerak? Yog'och kerak. Faqatgina yog'och kerak. Tamom, boshqa hech nima kerak emas. Men buni o'ylanib topdim. 10 tadan uy qurib bo'laygan eng qizig'i. 10 ta yog'ochdan. Barcha yog'ochlarni to'plab bo'lganimdan keyin uni qurilishini sizlarga ko'rsataman. Yog'ochlarni olib bo'ldim. Endi ulardan taxta yasayman. Taxtalardan hunarmandchilik stuli yasayman. Stuldan esa
eshik yasayman. Va bu stolni chekkaga qo'yib qo'yaman. Uni chekkaga qo'yishimga sabab uy uchun esa joy ochish bo'ladi. Mana shu yerdan ikkita, uni tepasidan yana ikkita. Xo'sh, orqadan bitta yer olay. 10 ta deb va'da berganman xil. Xullas, mana shu yerga ham yana ikkita qo'yamiz. Endi bu tarafiga ham shu 4 ta ko'taramiz. Ana endi jami nima edi? Zombining ovozimi? Ha, la'nati zombilar. Xullas, mening zarbalarim bilan va quyosh nurida o'lib ketdi. Ana endi 10 ta bo'laman. Mana 4 ta bu tarafiga, 4 ta bu tarafiga, 2 ta, jami 10 ta. Bitta eshik, tepasidan nima qilsam? Ha, luk qo'yaman tepasidan. Zombi yo kelmayapti. Xo'sh, luk. La'natlar. Lukka daraxtim yetmayapti-ku. Xullas, men u daraxtdan bittagina olsam bo'ldi. Tezroq obuna bo'ling, bo'lmasa shu boboychani jahli yana chiqadi. Xullas, men yog'ochlardan taxtalar yasab oldim. Ana endi men mana bu lyuklar bilan tomni yopaman. Mana endi bitta tomini yopamiz, keyin mana bu pastdagi blokchani buzib tashlaymiz. Buni ichiga xohlasa sandiq, xohlasa hunarmandchilik stoli, xohlasa pechga qo'yish mumkin. Nima deb o'ylaysizlar? Bu uy qanchalik yaxshi yoki tualetga o'xshab qoldimi? Ana endi men ana u zombilarda buni tekshirmoqchiman. Xullas, agar uyga kirsam zombi menga tega olmaydimi shunda? Kirib ko'rish kerak. Xo'sh, mana ana endi yop. O, ana zombi, endi shashlik bo'lyapsan tashqariga, hech qachon menga yeta olmaysan. Bajarildi, tabriklar, boshqa shart kerak emas. Tomoshabinlarga esa biron gap ayt, masalan, obuna bo'ling. Tabriklayman oilalar, vazifani zo'r bajarding. Endi haqiqiy Minecraft ustasi bo'lib boryapsan. Tomoshabinlarga esa shunday deysan. Do'stlar, obuna bo'ling va yangi sarguzashtlarni o'tkazib yubormang. Uning fikri menga yoqib ketib, unga like bosdim. Siz ham menga like bosing. Uchala AI ham juda ajoyib challengelar berishdi. Menga esa ko'proq Cloud'ni topshirig'i qiyinchilik qilib, Copilotga ko'proq yoqib tushdi. Xullas do'stlar, mana 3 ta AI'ni ham topshirig'ini a'lo darajada bajarib bo'ldim. Keyingi videoda esa sizlarning topshirig'ingizni faqatgina 3 kishinikini bajaraman. Qisqa videoga iloji boricha qisqacha topshiriq berishlaringizni ham so'rab qolgan bo'lardim. Chunki AI'larga ham shunday deganman va ular menga qisqa topshiriq berishdi. Siz esa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Sizdan hech falok ketmaydi va kanaldagi boshqa videolarni ham o'tib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Sizlar bilan Relit Kemerida keyingi videogacha sog'lik omonlikda ko'rishguncha.